Ko'pchilik odamlar butun O'rta Yer dengizini quritib, uni 2,5 million kvadrat kilometr maydonni qamrab oluvchi va 22 ta davlatga tegishli bo'lgan ulkan qit'aga aylantirish rejasi haqida hech qanday tasavvurga ega emas. O'rta Yer dengizi g'ayrioddiy darajada o'zgartirilishi mumkin bo'lgan bunday rejani eshitganingizda u ilmiy fantastika kabi tuyulishi mumkin. 1920-yillarda Yevropa tez rivojlanayotgan edi va yangi yer maydonlariga ehtiyoj sezayotgan edi. Shunda muhandislar juda jasur g'oya bilan chiqishdi. Ya'ni O'rta Yer dengizi bo'ylab bir qator ulkan to'g'onlar qurish. Birinchi to'g'on Gibraltar bo'g'oziga rejalashtirilgan edi. Bu hududda dengizdagi suv miqdori bug'lanish natijasida kamayishi Yevropa daryolaridan kelayotgan suv miqdoridan tez sodir bo'ladi. Agar Atlantika okeani dengiziga suv qo'shmasa, u to'liq qurib ketishi mumkin edi. Shu sababli bo'g'ozning chuqurligidan kelib chiqib balandligi 900 metrga yetadigan ulkan to'g'on qurish rejalashtirilgan edi. Keyingi to'g'on Dardanel bo'g'ozida qurilishi kerak edi. Bu esa Qora dengizning O'rta Yer dengizi bilan bog'lanishini butunlay to'sib qo'yadi. Nihoyat 3-to'g'on Sitsiliya va Tunis o'rtasida barpo etilishi rejalashtirilgan edi. Bu to'g'on O'rta Yer dengizining g'arbiy qismini 100 metr, sharqiy qismini esa 200 metrga pasaytirib, katta hududlarni suvdan bo'shatib yuborishi mumkin edi. Agar bu loyiha amalga oshirilganida